Agar siz doimiy charchoqni his qilsangiz, tez-tez chanqab turgan bo'lsangiz yoki qon shakari darajangizni nazorat qilish tobora qiyinlashib borayotgan bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Bugun biz diabetik forte haqida gapiramiz. Bu nima, qanday ishlaydi va nima uchun u O'zbekistonda sog'lom hayot izlayotganlar orasida mashhur bo'lib bormoqda? Qon shakarining muvozanatsizligi O'zbekistonda tobora ko'proq odamni tashvishga solmoqda. Noto'g'ri ovqatlanish, zamonaviy turmush tarzi va irsiy moyillik, bularning barchasi bu holatni yanada murakkablashtiradi. Ko'pchilik esa xavfni his qilsa-da, maxsus oziqlanish yordami izlamasdan, bu bilan yashashni odatga aylantiradi. Aynan shu bo'shliqni to'ldirish uchun diabetik forte yaratilgan. Diabetik forte qon shakari muvozanatini tabiiy yo'l bilan qo'llab-quvvatlash uchun yaratilgan kapsulalardagi tabiiy qo'shimcha. Bu dori emas. Bu glukoza almashinuvi, energiya va umumiy salomatlikni qo'llab-quvvatlash uchun tanlangan ingrediyentlarni o'z ichiga olgan oziqlanish formulasi. Har bir kapsulada nima borligini tushunib olaylik. Kaliy ionlari formulaning asosiy elementlaridan biri. Ular glukoza metabolizmi jarayonida hosil bo'lgan fosfatlarning uzatilishida bevosita ishtirok etadi. Shu orqali organizm o'zining tabiiy muvozanatini qo'llab-quvvatlaydi. Kaliy hujayra funksiyasi va metabolik muvozanatda muhim rol o'ynaydigan mineral sifatida keng tan olingan. Kaliydan tashqari diabetik forte 30 dan ortiq mikro va makroelementlarni o'z ichiga oladi. Ular birgalikda qon shakari muvozanatini ushlab turmoqchi bo'lganlar uchun ishlaydi. Har bir komponent oziqlanish tadqiqotlariga asoslanib tanlangan va uzoq muddatli foydalanish uchun xavfsizligi tasdiqlangan. Butun formula toksinsiz, stimulyatorlarsiz va allergensiz. Sun'iy kimyoviy moddalardan xoli, sof va kuchlilik jihatidan sinovdan o'tgan. Bu tasdiqlangan va sertifikatlangan mahsulot. U sifat va samaradorlikning eng yuqori standartlariga muvofiq zamonaviy ishlab chiqarish korxonasida tayyorlanadi. Diabetik forte taklif etishi mumkin bo'lgan asosiy oziqlanish foydalari quyidagilardan iborat. Qon shakari darajasini muvozanatda saqlashga yordam berish. Energiya almashinuvini qo'llab-quvvatlash. Antioksidant himoya. Hazm va yurak-qon tomir salomatligi. Ruhiy va hissiy holatning yaxshilanishi. Teri sog'lig'ining yaxshilanishi va charchoq hissining kamayishi. Qo'shimchani muntazam qabul qilayotgan foydalanuvchilar umumiy farovonlikning oshishini qayd etishadi. Kundalik hayotda ko'proq faollik va energiyani his qiladilar. Natijalar har bir inson uchun farq qilishi mumkin. Foydalarni his qilish uchun esa izchil foydalanish muhimdir. Diabetik forte qon shakari almashinuviga e'tibor qaratgan holda sog'lom odatlarni oziqlanish yordami bilan to'ldirmoqchi bo'lganlar uchun mo'ljallangan. Bir lahza o'ylab ko'ring. Siz uchun chinakam muhim narsalar haqida. Oilangiz bilan dasturxon atrofida xotirjam o'tirish. Sevimli palovingizdan, issiq choyingizdan, aziz milliy taomlaringizdan xavotir va aybdorlik hissisiz bahramand bo'lish. Farzandlaringiz, nabiralaringiz, yaqinlaringiz bilan to'laqonli, ko'ngli to'q holda birga bo'lish uchun kuchga ega bo'lish. Sog'liq o'z-o'zidan maqsad emas. U bizga hayotdagi eng aziz narsalardan, oilamizdan, sevganlarimizdan va milliy an'analarimizdan lazzat olishga imkon beradi. Diabetik forte bulardan voz kechishni istamaydiganlar uchun yaratilgan. Muvozanatda yashash, o'z tanasini asrash va ko'ngil xotirjamligiga ega bo'lish. Siz sog'lom bo'lsangiz, sizga suyanadigan hamma ham xotirjam bo'ladi. Original mahsulot olayotganingizga ishonch hosil qilish uchun diabetik forte faqat ishlab chiqaruvchining rasmiy veb-saytida sotiladi. Ushbu videoning tavsifidagi havolaga o'ting. Formani eng yaxshi telefon raqamingiz bilan to'ldiring. Mutaxassis siz bilan bog'lanib, buyurtmangizni tasdiqlaydi. To'lov faqat yetkazib berilganda amalga oshiriladi, to'liq xavfsizlik bilan. Bugun shu qadamni qo'ying. Oilangiz sizni sog'lom ko'rishni istaydi. Siz yaxshi yashashga loyiqsiz. Havola shu yerda, pastda. O'zingizni asrang.